Assalomu alaykum. Ramjon Nurmatov kanaliga xush kelibsizlar. Shu hozirgi narxga qaramay bir xaltasini 75 so'mdan bo'lyapti ekan. Bunda Murat vagonchi ish boshlabdi. Ko'ryapsizlar, Yevrozavod 20 kompaniyaga bitta podarka sizlar uchun. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nabizdan qanday zo'rmi? Salomat aydaman. Shu 20 taga bitta podarka shu chinmi, rasman? 20 ta bitta shu sizning algilingiz kelsa borku. Hadi shu. Biz yana Kolxozavod Gulistanning sentrida turibmiz. Ana Gulistonda bizning hadisha qilayotgan birodarlar qancha ekan? Bir qo'llab-quvvatlab beringizlar, shu insonni ham ishi jirishib ketsin. Yana uyimizga apargandan keyin 20 taga bitta podarka ekan. Bu nishutka hozirgi paytda 75 so'm bir xalta simit bo'lyapti. Kolxozobod vag'ish bo'lama, salxoz vag'ish bo'lama, pravda bo'lama, liba bo'xtar bo'lama, farqi yo'q. Telefon qilaveringizlar. Biz sizlarning xizmatlaringizda shu qishda to'y sezonida qanday xizmat qilmoqsak, inshaalloh buni ham harakat qilamiz shunday. Keyin buning kachitolar qanday? Kachit vasa kerakmas Nabjan mana shuning Quaxindan bitta ana shu 4 danasiga bir xalta sement ishlatilyapti. Bittasi deyarli 12,5-12 kilo sementi bor. Bitta shu mana shu plitasiga, to'g'rimi? Ha, bittasida. Mana ko'ryapsan, mashallah. Buning o'rtasida setkasi bor. Mana shunday simlari tayyor, o'z maxsusan gullariga qarab simlari tayyorlanadi. Mana o gullarga qarab tayyorlanadi, shunga qarab ichiga mana shunda quyiladi. Xalli bo'y xillar svet, bo'y xillar vibr bor. O'ylaymanki bir qo'llab-quvvatlab beringizlar, bizlarga nima ketdi? Bir motivatsiya qilib, padelitsiya qilib qishloq taylab qo'ysangizlar, 20 taga bitta podarka ekan deb e'lon qilingizlar, boshqa joydan ham olib turibdi. Shu birodarimiz jang ochgan payt bir qo'llab-quvvatlab bersak, hech chayimiz kam bo'lib qolmaydi. Savob uchundan maqsad bu inson pulini. Ana narxga kelayotgan bo'lsa, narxini aytib o'tsangiz. Narxi shunday pramo o'zi olib borib o'zi qo'ndirib olib beramiz 350 so'm. Agar ustanovka qilib bersa 450 so'mdan ustanovkasi bilan. Dastavkasi ichida. Hammasi ichida. Ha. Qaydavi. Ertaga 2 kunda jumalab qolmaydi. Inshaalloh 10-15 kun turadi. Nurmatdan keldim, telefon qilib jumalab qoldi desa keyin keladi. Jumalab qolsa avval cho'rakasini urib ko'rsin, to'balab ko'rsin, keyin olib borsin. Necha yil garantiya? Garantiya inshaalloh oldin qo'yganlar bilan 15 yil bo'lgan boshqalarga turganda. Inshaalloh bizga ondan ham ziyod turadi degan umiddaman. Inshaalloh shunday deb ko'plarga aytayaptiki, bizning aparib qo'yib bersak 1 yil garantiya deyapti. 15 yil garantiya deyapti. Denlaringiz sog' bo'lsin. O'ylaymanki, bir qo'llab-quvvatlab berasizlar. Buni quyatgan jarayoni ketyapti. Yana videoda o'rta-o'rtasiga qo'yib o'taman. Shular qanday quyapti, nima qilib shart emas. Masalan, tushunish narsa qilish. Kelasiz, kachistosini ko'rasiz. Maqsad arzonroq bo'lsa, kachistini bo'lsin. Boshqa hech narsa talab qilmaydi bunda. Setkasi bo'lsin o'rtada, sement ko'proq bo'lsin. Sement Quaxin 500 marka. Jonlaringiz omon bo'lsin, o'zlaringiz ehtiyot qiling.